Barchaga salom hurmatli traderlar. Sizlarni navbatdagi videoroligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videoroligimiz noodatiy bo'ladi. Ya'ni ochilgan bitim bilan boshlandi. Ushbu holatda bitimni ma'lum bir qismini yopamiz va qolganini ushbu holatda ushlashimiz mumkin bo'ladi va bu bitimga qanday tartibda kirilganini ham ko'rib chiqamiz. Bu joydan range orderga o'zgartiramiz va mana bu joydagini 0.40 ni yopib olishimiz mumkin bo'ladi. Va foydani oldik hozir. Mana bu joyda e'tibor bergan bo'lsanglar $5000 bor edi, hozir esa bu $700 dan oshiqqa foydada kirdi. Bu savdoga qanday tartibga amalga oshirildi? Ya'ni kunlik time frame'da ko'radigan bo'lsak, shu trend liniyasini olib turamiz chalg'itmaslik uchun. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, biroz muddatdan keyin to'xtovsiz o'sishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari, aynan tillada ko'p kuzatiladigan narsa, narx ma'lum bir yo'nalishga o'sib va atkat berilgandan so'ng yana o'sgan bo'lsa, ushbu hududda, ya'ni narx yana qaytib kelgandan so'ng aynan mana shu hududlardan reaksiya berishini juda ko'p marta kuzatganman va aynan mana shundan foydalanaman. Bu oddiygina sabab va albatta bu holatda bu joydan signal qidirgan holda savdoga kirish yana ham yaxshi bo'ladi, effekti yaxshiroq bo'ladi. Demak, birinchi sababi mana shu edi. Ikkinchi sababi esa 4 soatlik time frame ga o'tib olamiz, narxni biroq uzoqlashtiramiz va oddiy trend liniyasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi ushbu holatda. Va e'tibor beradigan bo'lsak, aynan mana shu hududda o'ziga xos daraja hosil qilib olgan va ana endi ikkinchi marotaba tekkandan so'ng ushbu darajaga yetib kelgandan so'ng, ya'ni ushbu trend liniyasiga demoqchiman, narxni yuqoriga o'sishini kuzatdik va ana endi ushbu liniyaga endi yetib keldi. Va tabiiyki bu joydan o'ziga xos ravishda reaksiya berishi aniq. Narx birdan to'g'ridan-to'g'ri pastga tushib ketmaydi. Aytib o'tganimdek, yuqoriga o'sib atkat berib va mana bu holatdagi zonadan birato'la narx kelib reaksiya emas, balki yuqoriga o'sishi ham mumkin. Bu birinchi variantda va biroz reaksiya beradi, ana undan so'ng pastga yana tushishda davom etishi ham mumkin. Buni oldindan aniq bilmaymiz. Aynan mana shu joydagi holatiga qarab savdoni amalga oshirib oldik. Bugungi savdo usulini ko'rib chiqishimizdan maqsad bu albatta savdoga kirish zonalarini juda ham murakkablashtirish kerak emas. Oddiy, sodda usulda, o'zingiz tushungan usulda savdoni amalga oshirsangiz juda ham oson bo'ladi va savdoga kirish va undan chiqish juda ham qulay bo'ladi. Va ushbu joyda ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu savdoni sizlarga ko'rsatish maqsadi bilan amalga oshirildi. Bugungi holatni ko'rishinglar mumkin, ya'ni boshqa bitim ochilmadi. Faqatgina shu va mana shu joyda savdoimiz qanday amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'ramiz biroz muddatdan so'ng, agar yuqoriga narx o'sadigan bo'lsa, yana bir ma'lum qismini yopishimiz mumkin, agar o'sadigan bo'lsa va qolganini bezbetkiga olib ushlash ham mumkin, yoki bizga yetarli daromadni beradigan bo'lsa savdodan chiqish mumkin bo'ladi. Hozircha vaziyatimiz mana shunday. Buni albatta kichikroq time frame ga ham o'tib ko'rishimiz mumkin. Ushbu holatda hozir narxni o'sishi kuzatilyapti. Vaziyatga qarab qarorni qabul qilish mumkin bo'ladi. Demak, ushbu holatda bitimni ma'lum bir qismini yana bir yopib bordim, deyarli hammasini. Nega bunday qildik? Kichikroq time frame dan ko'rishimiz mumkin. Umumiy ochilgan nuqtadan punktini qaraydigan bo'lsak, deyarli 400 punkt harakatlanib berdi. Bu bir dona bitim uchun, shaxsan men uchun juda ham yaxshi natija hisoblanadi. Daromadni oldik, qolganini bezubitga qilib qo'ydik 001 da. Bu joyda qaytib bizni bezubitkamizni olgan taqdirda ham biz hech qanday ziyon ko'rmaymiz, foydadamiz. Agar narx o'sishda davom etadigan bo'lsa, albatta ko'proq foyda qilishimiz mumkin bo'ladi. Va bu joyda istoriyasini ham ko'rishimiz mumkin. Umumiy daromadimiz $1000 dan oshdi. Bu juda ham yaxshi natija hisoblanadi. Va bundan tashqari ushbu holatda mana bu joydagi darajamiz mavjud. Ushbu holatda olishimiz mumkin. Agar mana shu joyni narx 4 soatlikda pastda buzilib yopiladigan bo'lsa, keyingi darajagacha tushish ehtimoli juda ham katta. Hozirda esa 4 soatlik yuqorida yopilishga harakat qilyapti. Agar yuqorida yopilsa, narx o'sishda davom etishi ham mumkin. Ushbu holatdagi savdoni ko'rsatishdan maqsad bitta, ya'ni yangi boshlaganlar qaysi strategiyani o'rganishidan qat'iy nazar juda ham ushbu joyda savdo qilishni murakkablashtirib olish kerak emas, sodda va o'zingizga tushunadigan holatda savdoni amalga oshirishga harakat qiling har doim. Va aynan YouTube kanalida boshladim. Aynan yangi boshlagan traderlar uchun noldan o'rganib, boshidan oxirigacha darslik tayyorlab, birma-bir qo'yib boriladi va bundan foydalanishingiz mumkin. Birinchi darslik qo'yildi, alohida playlisti bor, o'tib ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi.
Demak, shu joyda ko'rishimiz mumkin. Narxning umumiy o'sishi ochilgan bitimdan 500 punktdan oshdi. Bu aytib o'tgandek juda ham yaxshi natija, 560 punkt. Menimcha bu joyda savdodan butunlay chiqib ketaman men. Menga yetarli, chunki daromad agar yana qayta pastga narx qaytib tushadigan bo'lsa yoki qo'shimcha signal berilsa, albatta bundan foydalanishim mumkin bo'ladi. Hozircha esa bizning umumiy foydamiz mana shu. Demak, ushbu joyda keyingi bitimimizni ham ko'rishimiz mumkin. Analiz hammasi bir xil, faqatgina qo'shimcha bitim vaziyat tug'ilsa ochiladi deb aytib o'tgandim. Bu esa albatta mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. W modeli shakllangan. W modeli hamma joyda ham ishlayvermaydi, faqat kerakli joyda ishlatish kerak bo'ladi bu narsani. Hozirda yaxshigina daromadda turibdi. Buni ma'lum bir qismini yopamiz va qolganini esa ushlab turish mumkin bo'ladi. Aytaylik, bu joydan 0.40 ni yopib yuboramiz, 0.10 ni ushlash mumkin bo'ladi. Va daromadni oldik. Istasak shu joyda bezubitga qo'yishimiz ham mumkin yoki stop lossni eng yaqin minimumni pastiga qo'yib qo'yamiz va qanchalik daromadimizni oshishi yoki osmasligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va aytib o'tganimdek, modellarni har bir joyda o'zi ishlash vaqti va ishlamaydigan vaqti bo'ladi deb juda ko'p marta takrorlaganman. Ya'ni qaysidir darajaga yetib kelgandan so'ng modelni ishlash holati, ya'ni ko'payadi bu. Bundan yaxshiroq foydalanib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni istalgan joyda bu ma'lum bir model shakllandi va unga savdoga kirish to'g'ri hisoblanmaydi. Va bu shakldagi videoni sizlarga taqdim qilishni maqsad sizlarga qaysidir ma'noda savdo qilishga qo'l kelishi mumkin va bundan tashqari savdo jarayonini juda ham murakkablashtirib yuborish kerak emas deb o'ylayman. Va sodda va oson usulda savdo qilish sizga yaxshi yordam berishiga amin bo'lganim uchun sizlarga bu narsalarni ulashishda davom etyapman. Demak, 2 kunlik savdo jarayonini umumiy natijalari shu joyda ko'rishinglar mumkin. Daromadimiz 2000 dan oshdi va bu juda ham yaxshi daromad. Faqatgina tradingda xuddi ovchiga o'xshab eng yaxshi va eng qulay vaziyatni kutiladi va savdoga kiriladi. Savdodan daromadni, o'zingizga yetarli bo'lgan daromadni olib, bu joydan savdodan chiqib ketish mumkin. Va shaxsan menga hozirgi holatdagi daromadim yetarli hisoblanadi. Ushbu joyda yopaman va umumiy daromadimiz 2,5 mingdan oshdi. Mening uchun bu haftalik savdoim yetarli hisoblanadi. O'ylaymanki, bugungi videoroligimizdan ko'zlangan maqsadga erishdik va ushbu video sizlarga qaysidir ma'noda yordami yoki foydasi tekkan bo'lsa, men albatta bundan xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Barchaga omad, xayr.